Eng yaxshisiga loyiq bo'lgan mijozlarimiz uchun arzon narxda 3 xonali studiya varianti zo'r kvartira topib qo'ydik. Hozirgi xonamiz gostinniy xonasida turibmiz. Gostinniy xonadan sal o'tganingizdan keyin ayollarimiz eng ko'p vaqt o'tkazadigan oshxonasi bo'ladi. Uyimizni sifatli mebellar bilan, sifatli remont, sifatli dekorativ soatlar bilan jihozlangan. Uyimiz o'zini televizori bilan birga podyezddan kirib kelish eshigiga bo'lyapti. Podyezddan kirib kelganimizda chap tomonda birinchi xona, birinchi eshikka o'rtada bizlar взрослый spalnyamiz kutib oladi. Взрослый spalnyamiz ham juda ham sifatli mebellar bilan jihozlangan. Keling operator. Va 3-eshikka o'rtada bizlar детский spalnyamiz kutib oladi. O'zini garderobni zonalari bilan birga juda ham sifatli mebellar bilan jihozlangan. Boya aytib o'tganimdek, bu esa uyimizning sanuzeli. Uyimiz Family Park'ta yonida joylashgan. Uyimizning kvadrat metri 55 kvadratdan iborat. Uyimizning narxi 69.500 AQSh dollari. Sizlar uchun yana ham savdo qilib olib beramiz.